Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning Qozog'istonga 3 kunlik davlat tashrifi 29-mart kuni yakunlandi. Putinning tashrifi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi sammiti bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi sammitining asosiy diqqat markazida Armanistonning Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuvi bo'ldi. Bu mavzu bo'yicha Rossiya, Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston rahbarlari qo'shma bayonot berishib, Armanistonda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi tarkibida qolish yoki Yevropa ittifoqiga qo'shilish o'rtasida referendum o'tkazilishiga chaqirdilar. Armaniston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqqan taqdirda ushbu ittifoq bozorlarida imtiyozlardan mahrum bo'lishi, bojxona to'lovlari tiklanishi, fitosanitariya normalari tan olinmasligi, logistika va xizmatlar bozorining qisqarishi, armanistonlik mehnat migrantlari uchun patent talablari joriy etilishi va temir yo'l hamda gaz tariflari ko'tarilishi haqida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ostonadagi sammit yakunida ma'lum qildi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqini tark etishga qaror qilgan har bir davlat Rossiya tomonidan jiddiy bosimga uchraydi. Ushbu ittifoq Rossiya tarafidan sobiq Sovet ittifoqi davlatlari ustidan siyosiy va geosiyosiy ta'sirini saqlab qolish va mustahkamlash maqsadida tuzilgan edi. Kreml Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlarini to'liq qaram qilishga barcha imkoniyatlari bilan harakat qilmoqda. Qozog'iston va Qirg'iziston kabi musulmon mamlakatlari Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkilotiga a'zo. O'zbekiston esa bu tashkilotda kuzatuvchi maqomidagi davlatdir. Bugungi kunda musulmonlarning dushmanlari islom yerlari uchun o'zaro kurashmoqda. Ularning boyliklarini talon-taroj qilmoqda va o'z maqsadlari yo'lida ularning salohiyatidan foydalanmoqda. O'g'irchoq hukmdorlar esa mustamlakachi kuchlar manfaatlariga xizmat qilmoqda. Musulmonlar uchun najot payg'ambarlik minhoji asosidagi Roshid xalifaligini barpo etishdadir. Bu davlat islom yerlarini qutqaradi va yana bir bor musulmonlarni butun insoniyat manfaati uchun chiqarilgan eng yaxshi, eng kuchli va g'olib jamoaga aylantiradi. Faqat Roshid xalifaligi dinni o'rnatadi, ummatni birlashtiradi, musulmonlarning sharafi va muqaddasligini himoya qiladi.